Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana yana o'zim kanalimga qisqacha shu kommunal sohalarni o'zim uchun shaxsiy tarmoqlardan o'rganib qo'shimcha ma'lumotlar olaman, o'zimga shaxsiy deb aytgandim. Ularda o'zimni kanalimga joylayman degandim. Mana o'zimni shaxsiy, ya'ni kommunal sohasidagi mana tabiiy gazni olsak, tabiiy gazdan o'sha hisoblagichini davlat qiyoslovidan o'tkazishda ham o'ziga yarasha hujjat ishlari bor ekan. Masalan, ulardan biri dalolatnoma tuzib, o'sha GXU degan joyda mas'ullar, tuman mas'ullari dalolatnomaga o'z familiyalarini kirgizishadi ekan. Ya'ni GXU gaz hisoblagich uskunasi degan ma'noni bildirsa kerak, chunki ashuna deb qo'yibdi. GXU shuni qiyoslovdan o'tkazish uchun deb tuzilgan dalolatnomalarni mana o'qib chiqyapman. Xonadon sohibi va shu mas'ul yechib oladiganlar shu davlat qiyosloviga deb yoziladi ekan dalolatnomada, va shu necha kuba aylangan bo'lsa shuni yozib dalolatnomaga kirgizilar ekan va uni davlat qiyosloviga o'tkazib kelgunga qadar degan joyiga ham shu xonadonda necha kishi bo'lsa shunga jon soniga me'yori hisoblab turadi ekan. Keyin buni qiyoslovdan o'tkazib kelgandan keyin yana qayta dalolatnoma tuziladi ekan. Mana uni ham bir o'qib o'rganib chiqdim. Uni ham o'zimniki, bu shaxsiy, o'zimniki, birovniki emas. O'zim mana shu shaxsiy fayl papkalarimga yozib joylab qo'yyapman. Ya'ni o'tkazib kelgandan keyin ham xuddi shuni ga o'xshab dalolatnoma tuzib qo'yilar ekan. Ya'ni bunda o'rnatilayotgani haqida ma'lumotlar tuman filiali GXU deb shu xodimlar o'zim familiya ismi bilan va xonadon sohibi o'rnatilayotgan tamg'a, ya'ni plomba tamg'a raqamlari tushiriladi ekan va o'sha yechib olinayotganda hisoblagichda kubasi yozilgan bo'lsa, yana o'rnatilayotganda ham shu kubani yozib, manchadan yechilganda manchadan yana shunday o'rnatilyapti degan joylari bor ekan. Bu hisoblagichlar ham o'zidan o'zi yechib qo'yilib olinadigan narsalar emas ekan. Mana yechishda ham dalolatnoma, o'rnatishda ham dalolatnomalar bor ekan. Shu davlat qiyoslovidan o'tkazishda ham shularni ham o'zim uchun ma'lumot sifatida o'rgandim. Hammaga shuni masalan o'rganib qo'ysa o'zi uchun ham manfaatli bo'ladi deb o'ylayman. Men o'zim shaxsiy manfaatlarim uchun o'rgandim. Mana o'zimniki shaxsiy, birovniki emas. Masalan